Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana xudo xohlasa bugungi 26-avgust sanasiga hammalarimiz mana registratsiyadan o'tib ketyapmiz. Samolyotlarga chiqishni boshlayapmiz. Keyingi reysimiz 30-avgustga to'g'rilanyapti. Xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa tezda kelinglar. Mana bizning Sintrom kompaniyasida mana azizlarimiz birodarlar hamma to'planishtirishibdi. Hozir bulardan bir kayfiyati haqida bir yaxshi bir tilaklarini bo'lsa tilaklarini so'rab ko'ramiz. Xonadonlardan mana kelyapmiz. Assalomu alaykum ostog'alar, yaxshimisizlar? Ostog'a, mana mikrofon. Yaxshimisiz? Allohga shukr. Ha, qalay, safarga ketyapsizmi? Allohga shukr, safarga ketyapmiz. Allohning baytini yaratgani bilan. Amin. Barcha do'stlar, birodarlar, onalar, akalar hammamiz ketyapmiz. Alloh safarlarimiz bexatar bo'lsin. Hoji boshimiz ham tan joylari sog' bo'lsin. Amin. Elga xizmat qilyapti, Alloh rozi bo'lsin. Maqsadlarimiz ziyodasi bilan bo'lsin. Rahmat. Allohga shukrlar bo'lsin. Do'stimga mana Ha. rahmat hammalarga Allohga. Sizlar ham chiroyli ibodat qilib kelishlaringiz nasib aylasin. Aziz birodarlar, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar tezda. Murojaat qilinglar, bu yerda odamlarimiz bor, sizlarni bilet nimalarda, joylarlarda chiroyli qilib beradi. Mana keyingi navbatimiz mana bu Hoji akamga beryapmiz. Hoji aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hoji boboni barcha muxlislariga omad tilayman. Bugun 2026-yil 26-avgust kuni bizni haj safarga olib ketyapti umra ziyoratga. Ilohim payg'ambarning ravzalarini ziyorat qilishga, Ka'batullohni ziyorat qilishga hammamizga nasib aylasin. 50 yoshimizga rahmat. Bizni qiynatmasdan olib kelaman deb va'da beryapti. Hozir aeroportda o'tiribmiz, uchish niyatida. Eslama Allohning panosida registratsiya ochildi. Bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'laylik. Xo'p. Duo qilinglar azizlar. Mana biz ham sizlar uchun Alloh nasib qiladigan bo'lsa borib duolarimizni qiladigan niyatlarimiz bor. Ketdi, yuringlar. Ha, qo'y, men narsalarga osilmaylar, o'zim olaman. Xo'p. Mana endi xudo xolasa aziz birodarlar 14 kun paga Dushki Madina Munavvarada bo'lamiz. Xudo xolasa 11 kun Makka Mukarramada bo'lamiz. Mana registratsiyalarimiz ochildi. Xudo xolasa samolyotga qarab ketyapmiz. Ko'rib borlar kanalimizni, yaxshi narsalarni yoritib boramiz. Aziz obunachilarimiz, mana xudo xolasa Toshkent aeroportidamiz. Hammalarimiz mana registratsiyadan o'tdik. O'tib endi samolyotga chiqishga harakat qilyapmiz. Duoda bo'lib turinglar, xudo xolasa inshaalloh biz ham duodamiz. Azizlar, mana o'tgan safar Hoji tog'am o'zi bormaydi deb gaplar bo'libdi. Mana xudo xolasa bu safar ketyapmiz. Mana biletlarimiz, xudo xolasa mana biletimiz, messalarimiz hammalari bor. Mana pasportim, yangi pasport olib, viza chiqmasdan juda kech qolib ketdik. Mana bugun 26-sanaga chiqib ketyapmiz. Har kuni yangilardan aytib boramiz, ko'rsatib boramiz. Obuna bo'lib, Nuriziyo kanalimizga kanalimiz bor. Hamda Nuriziyodan tashqari kanalimiz yana bittasi Nuriziyo Zafarbek Avto. Ko'ringlar, laklarni bosib, tayyor raqamga murojaat qilinglar. Bemalol, xudo xolasa chiroyli xizmatlarni qilib boramiz.